Hozir sizlarga trendga chiqayotgan mini sumkachalarimizni obzor qilib beraman. Agar sizga esda qolarli hadyaliklar kerak bo'lsa, bu aynan siz qidirgan narsa. Bu go'zalliklarni fotiha korobka sifatida, beshik to'yida sochqi sifatida, kelin salomda hamda turli bayramlarda mehmonlaringizni xursand qilish uchun hadya sifatida bersangiz bo'ladi. Sumkachalarning razmeri, ko'rinishi, detallari, ranglari o'z xohishingizga ko'ra qilinadi. Ularni turli xil lentalar, yaltiroq toshlar, gullar, ismingiz yozilgan birkalar bilan bezatish mumkin. Agar mendan fikr so'rasangiz, sumkachaga qo'shib zanjirini ham qildiring. Shunda sovg'angizni olgan inson nafaqat suvenir, brelok sifatida, balki so'nggi modadagi mini sumkacha sifatida ishlatishi mumkin. Ularni ichiga nima solish har kimning o'ziga havola. Kimdir shokolad, kimdir ro'molcha, kimdir kosmetika solishni istashi mumkin. Haj va umra safaridan kelgan hoji onalarimiz ichiga tasbeh, mini Qur'on kitobchasi, mushkambar, surma kabi esdalik sovg'alarni solib hadya qilishlari mumkin. Ularni ichiga nima ham sig'arkan degan savolingizga javobni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz uchun misollar keltirdim. Muhimi sumkachalarga nima solish kerakligi emas. Menimcha bu go'zallikning o'zi chiroyli hadya, shunday emasmi? Aytganday, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.